Kunlardan bir kuni mevalar suhbatlashib qolishibdi. Shunda yong'oq birinchi bo'lib maqtanibdi. Ey, bilasizlarmi? Meni odamlarning miyasiga o'xshatishadi. Ha, bu degani kamina eng aqlli. So'zga olma qo'shilibdi. Bilasizlarmi, meni odamlarni yuzlariga o'xshatishadi. Ayniqsa chiroyli, go'zal qizlarni. Gilos ham chetda qolmabdi. Voy, menga qaranglar, muncha maqtanasizlar, a? Voy, menchi hamma qizlarni labiman. Qirmizi lab, xuddi men bo'laman. Shunda chekkada jimgina o'tirgan banan majbur gapga qo'shilibdi. Menga qaranglar, iltimos. Kelinglar shu mavzuni o'zgartiraylik. Boshqa narsa haqida gaplashaylik.